Hurmatli parvozlar, Qoraquzg'unlar kanali obunachilari. Bir do'stimiz so'ragandilar, mana parvozlarga ham tomosha bo'lyapti. Xo'roz, tovuq parlari mavjud bo'lgan o'sha oq jo'ja beruvchi makiyonimiz. Xorazmga ham shuni hamtanasi ketgan bo'lgan, tuxum bergan bo'lganman. Xo'roz janglarini ko'rdik, spar janglarini. Xo'roz urganda umrusi kaltaklari bor, sog'lom holatda. Mana o'tgan safar ozroq Anvar akamdagi olacha bilan spar qildi. Taroziga qo'yib bir veslarni ko'rsatib beraman. Ma'qul bo'lgan odamga tavsiya qilinadi. Bir parvoz do'stimiz so'ragandilar. Ma'qul kelsa beramiz. Shu bilan birga buni hamtanasi va yana bir 5 kiloli xo'rozimiz bor, uni ham ko'rsatib o'taman. Mana saman yaralari tushdi. Sog'lom holatga keldi. Ko'z oldilarida yirtilish bo'lgan ekan. Tomosha bo'ladi parvozlarimizga. Tashlab pakas qilib beraman hozir. Mana xo'roz holati, bo'y basti, makiyon parlik bor. Holatida ajoyib zarbalari, kaltaklari bor, turuvlar zo'r holatda. Vesda ko'rib qo'yamiz hozir. 0 holatda turibdi. Hozir akkuratni qo'ygan holda bir vesini ko'rsatib beraman. Hamma yer sog'lom holatda xo'roz. Mana o'sha tarozdagi holati 4 kg 670 gram ekan. Xo'roz o'zining holati. Kalso o'sha o'zimda ochirib o'zim katta qilgan jo'ja. 4 kg 600 top holatda xo'roz o'sha hozir. Buni ozib ham ketmaydi, mana shu holat jangovar holat hisoblanadi. Parvozlarga bir ko'rgazma qilib qo'yapmiz. Hozir o'sha hamtanasini ham ko'rsataman buni. O'ta chiroyli ranglari, o'ta go'zal bo'lgan o'sha to'q qizildagi rangdagi hamtanasi ham. Hozir makiyon parligi bor, xuddi shuni hamtanasi. O'sha oq jo'ja beruvchi makiyonda o'g'illar beretka bilan hamma yeri sog'lom. 10 kunda yuzidagi osmos yaralar bor. Jang qilish mumkin bo'ladi.